Mana shu bitta mashq sizni qomatingizni полностью yig'ilgan va bayram ko'ylagingizni juda ham chiroyli ko'rinishingiz uchun yig'ib beradi. Xo'p, rezinka bizga kerak bo'ladi. Tekis o'tiramiz. Rezinkani tekis ushlaymiz. Ko'krakni to'g'risida ushlaymiz va bittadan qattiq tortamiz. Tortganimizda ikkinchi qo'limiz shu yerda turadi bizga yordam berish uchun. Ya'ni orqa spinalarimiz qattiq tortishi kerak bo'ladi. Orqadan ko'rsatib beraman. Mana shu holatda harakat qilinishi kerak bo'ladi. Kuniga 15 tadan 4 podxod qilishingiz kerak bo'ladi. Faqat texnikaga yaxshilab e'tibor bergan holatda. Mana oldidan ham ko'rsatib beraman. Oldidan mana shunday bo'ladi va tekis tortamiz. Bitta qo'limizni orqaga tortganda ikkinchi qo'limiz bu yoqda ushab turishi kerak, ketib qolmasligi kerak. Albatta o'zingizda sinab ko'ring va bayramgacha rezultatlarini qabul qiling va sizning rezultatlaringizni kommentariyada kutib qolamiz.